Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump Venesueladagi Tren de Aragua narko karteli rahbari Hector Rastenford Guerrero Flores amerikalik harbiylar tomonidan o'tkazilgan maxsus harbiy amaliyot natijasida o'ldirilganini ma'lum qildi. U ushbu narko kartelni dunyodagi eng qonxo'r terrorchi tashkilotlardan biri deb atagan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Nino Guerrero laqabi bilan mashhur bo'lgan ushbu narkobaronning o'ldirilishi 12 yoshli Jocelyn Nungray, 22 yoshli Laken Riley va boshqa ko'plab yosh qizlar uchun qasos bo'lganini ta'kidlagan. Trump narkokartellarga qarshi kurash o'z saylovoldi dasturining asosiy bandlaridan biri bo'lgani va va'dalarni bajarib, prezidentlikka qaytishi bilan Tren de Araguani terrorchilik tashkilotlari ro'yxatiga kiritganini eslatdi. 2009-yilda tashkil etilgan Tren de Aragua karteli Venesueladagi eng yirik jinoiy tuzilmalardan biri sanalgan. Bu guruh qotilliklar sodir etish, talonchilik, giyohvand moddalar hamda odam savdosi, pul yuvish, jinsiy ekspluatatsiya va odam o'g'irlash bilan shug'ullangan. Uning saflarida 7000 ga yaqin a'zosi borligi aytiladi.